Hurmatli foydalanuvchilar, Nodavlat bog'cha platformasining qo'shimcha xizmatlar menyusidan foydalanish uchun login va parol bilan tizimga kirganda menyular qatoridan qo'shimcha xizmatlar menyusi tanlanadi. Ekranning o'ng tarafida joylashgan oferta tugmasini bosib, ommaviy oferta hujjati bilan tanishib chiqib, men ommaviy oferta shartlarini qabul qilaman tugmasini yoqib, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosish lozim. So'ngra elektron raqamli imzo kalit yordamida hujjatni tasdiqlash talab etiladi. Shundan so'ng qo'shimcha xizmatlar menyusidan to'liq foydalanish mumkin. Qo'shimcha xizmatlar menyusi oferta, tavsiyalar, Telegram bot, buyruq, shartnoma va ustav bo'limlaridan iborat. Tavsiyalar bo'limida sizga tizim tomonidan tavsiyalar berib boriladi. Telegram bot bo'limida botga ulanish uchun yangi qo'shish tugmasi bosiladi. Ochilgan oynada foydalanuvchi tanlanganida lavozimi tizim tomonidan avtomatik ko'rsatiladi. Telefon raqami qatoriga foydalanuvchining telefon raqami kiritiladi. E'tibor berish kerak bo'lgan jihati shundaki, telefon raqam foydalanuvchining o'ziga tegishli bo'lishi lozim. Tizim pasport ma'lumotlari orqali tekshiriladi. Bitta raqamni tekshirish uchun bir kunda 2 marotaba ruxsat beriladi. 2 marotabadan oshgandan so'ng esa tizim raqamni bloklaydi va ertasi kuni qaytadan ochadi. Raqamni kiritish muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng foydalanuvchi Telegram botga ulanishi mumkin. Ushbu qatorda foydalanuvchining ulangan sanasi va holati namoyon bo'ladi. Buyruqlar bo'limida xodimlarni ishga qabul qilish buyrug'ini shakllantirish va mehnat shartnomasini tuzish mumkin. Buning uchun yangi ma'lumot qo'shish tugmasini bosib, buyruq ma'lumoti formasi to'ldiriladi. Bunda buyruq turi va xodimning ism va familiyasi kiritilganida tizim tomonidan ishga qabul qilinishi davridagi ma'lumotlar shakllanadi. So'ngra buyruqning sanasi, raqami, muddati kiritiladi va saqlash tugmasini bosish lozim. Shundan so'ng tizim tomonidan shakllangan elektron buyruqni o'zingizga tegishli bo'lgan elektron raqamli imzo kalit orqali imzolash lozim. Shartnoma bo'limida tarbiyalanuvchilarning ota-onalari va maktabgacha ta'lim tashkiloti bilan shartnoma tuzish imkoniyati yaratilgan. Shartnoma tuzish uchun tarbiyalanuvchining ism-familiyasi qatoridagi qo'shish qatorini bosib, tarbiyalanuvchining ota-onasi va ularning o'rnini bosuvchi shaxsni belgilab, 1 oylik badal summasini kiritib, SMS xabarnoma tugmasini yoqib qo'yish mumkin. SMS xabarnoma orqali tarbiyalanuvchining otasi, onasi yoki uning o'rnini bosuvchi shaxsga badal summani to'lash haqidagi xabarnoma jo'natiladi. So'ngra shartnoma raqami va sanasini belgilab, saqlash tugmasini bosish talab etiladi. Shundan so'ng elektron shartnoma bilan tanishib chiqib, uni elektron raqamli imzo kalit bilan imzolash lozim. Ustav bo'limida maktabgacha ta'lim tashkilotining ustavini shakllantirish mumkin. Buning uchun tayyorlash tugmasi bosiladi. Ochilgan formada sana va raqamni kiritib, saqlash tugmasi bosiladi. Shunda maktabgacha ta'lim tashkilotining ustavi avtomatik shakllanadi. Shuningdek, qo'shimcha xizmatlar menyusiga ulangan foydalanuvchilar uchun Keeping platformasidan foydalanish imkoniyati ham mavjud. Buning uchun ekranning yuqori qismida joylashgan Keeping tugmasini bosib, Keeping tizimiga to'g'ridan-to'g'ri o'tish mumkin. Mazkur platformada soliq hisobotlarini dastur tomonidan avtomatik tayyorlab yuborish mumkin. Bu esa soliq jarimalaridan xalos bo'lish va o'z vaqtida soliq hisobotlarini yuritish imkonini beradi. E'tiboringiz uchun rahmat.